Qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Angliya millat vakillari sudning atalmish Şinjanning hukumat raisi Erkin Tuniyaz'ni jazolashini talab qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy tadqiqotchisi Erkin Tuniyazning jinoyatini tekshirishni talab qildi. Xitoy markaziy televiziya stansiyasi sistemasining Irlandiya parlamentining atrofida qo'llanilishi andishalarga yo'l ochdi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Angliya millat vakillari sudning atalmish Şinjanning hukumat raisini jazolashini talab qildi. Manzara xabar torining 9 fevral kunidagi xabarida aytilishicha, atalmish Şinjanning hukumat raisi Erkin Tuniyazning Angliya tashqi ishlar ministrligi tarafidan ziyoratga taklif qilinishi millat vakillarini hayron qoldirdi. Mushu oyning oxirida Liz Truss Erkin Tuniyaz bilan ko'rishmoqchi. Chris Bryant, Alistair Carmichael, Ian Duncan Smith qatorliq 7 parlament a'zosi bosh taftish Victoria Prentice'ga xat yozib, Prentice'ning bu iltimosni jiddiy turda qo'lga olishini, Uyg'urlarga qarata ishlangan jinoyatning mas'ullaridan hisob so'raydigan xalqaro bir mexanizmi bo'lmaganlikdan har qanday fursatni qo'ldan bermaslikni talab qiladiganligini bildirdi. Muhofizkor millat vakili, Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqining a'zosi Ian Duncan Smith amaldorlar bilan ko'rishish taklifi Angliyaning xalqaroda o'zgacha ojizlik darajasini ko'rsatib berdi. Reallik shuki, Uyg'urlarni rayimsizlarcha bostirishni loyihalash va yo'lga qo'yishda halqiliq rol o'ynagan odam bilan so'zlashishga bo'lmaydi. Bundaq odam faqat insoniyatga qarshi jinoyat bilan ayblanib qo'lga olinadi. Buningdan boshqasini qilishga bo'lmaydi. Angliya hukumatini taklifni bekor qilishni, buning o'rniga Chunchwangoga yordamlashib, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilishga rol o'ynaganligi tufaylidan jazoga tortishga chaqiraman. Bu tür kishilar bilan uchrashadigan yer tashqi ishlar ministrligining ishxonasi bo'lmasdan mahkamadir dedi. Parlament a'zosi Alistair Carmichael texmi ochiq qilib, bundaq kishilar bilan ko'rishishning birla sababi bor. U bo'lsa, saqchi ig'ir kishilarni elib kelgicha uni gapga tutib turish dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobidan biz Angliya tashqi ishlar ingliz millatlar to'pluluqi va taraqqiyot ishxonasining atalmish Şinjanning qo'rchoq hukumat raisi Erkin Tuniyazni taklif qilishni bekor qilishi, uning o'rniga Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlaka harakati yurgizishida aktiv rol o'ynaganligi uchun qo'lga olib jazolashni talab qilamiz dedi. Yevropa davlatlari atalmish Şinjanning hukumat raisining insoniyatga qarshi jinoyatga chetishlik tarafini tekshirishi kerak. Xalqaro kechirim tashkilotining 11 fevraldagi xabarida aytilishicha, Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy tadqiqotchisi Alkan Akat atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining hukumat raisi Erkin Tuniyazning Angliya hukumat amaldorlari, Yevropa birligi va Yevropa birligiga a'zo davlat rahbarlari bilan ko'rishishiga munosabatli xabarlarga qarata atalmish Şinjanning hukumat boshlig'i bo'lish sifati bilan Erkin Tuniyaz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa o'rinlar insoniyatga qarshi jinoyat deb tonigan Xitoy hukumatining atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan sistemlik ziyonkashligida boshlamchilik rol o'ynadi. Uning Yevropadagi davlat rahbarlari bilan ko'rishishi yillardan beri og'ir jinoyatini yushirib kelayotgan Beijingning tashviqotini qilish uchundir. Ziyoratning maqsadi surishti qilinishi kerak. Amaldorlar uning bilan ko'rishishni tanlasa, aniqla Xitoyning tashviqotini qilgan bo'ladi. Atalmish Şinjanda ishlangan jinoyatlar haqida ochiq so'zlik bo'lishi, Erkin Tuniyazni taklif qilgan har qanday davlatning eng ko'ngil bo'ladigan ishi ziyonkashlik qilish, kamsitishdak rayimsiz tuzumni amaldan qoldirishdan iborat bo'lishi lozim. Amaldorlar tutqun qilingan yoki izdirki bo'lmagan, yo'qolib ketganlarning izdirkini qilish haqida uchur talab qilishi hamda xohlagancha qo'lga ilinganlarning hammasini qo'yib berishni talab qilishi kerak. Yevropa davlatlaridagi adliya organlaridan boshlab Erkin Tuniyazning jinoyatlarda mas'uliyatining bor yo'qligini tekshirish kerak dedi. Xitoy Kompartiyasi bilan aloqador bir shirkat ishlab chiqargan Xitoy markaziy televiziyasi sistemasining Irlandiya parlamentining atrofida qo'llanilishi andishalarga yo'l ochgan. Irish xabarlari torining 12 fevraldagi xabariga qaraganda, Irlandiya fuqarolar erkinlik kengashi hatto oxiri Dublindagi OIHTS uylarining ichi-sirtiga Hikvizion bexatarlik kameralarining o'rnatilishidan andish qilayotganligini bildirgan bir maktubni OIHTS komitetiga yo'llagan. Maktubda Xitoy Kompartiyasining Hikvizionning manfaatlarini kontrol qilib olganligi, Italiyadagi jihozdagi sonliq ma'lumotlarni Xitoyga ma'lum qilganligidan andish qilayotganligi bayon qilingan.
Hikvizion kameralari Kengash palata a'zolari va xizmatchilarining paranglarini singa olalaydigan o'rinlarga o'rinlashtirilgan. Bexatarlik sababidan G'arbning bir qancha boshqarish tavalliki va organlarida hikvizionni o'rnatish cheklangan. Bu hafta Avstraliya davlat bexatarligiga munosabatlik masalalar sababidan necha yuz shirkatning kameralarini mudofaa o'rinlaridan elib o'tgan. Noyabrda Amerika hukumati aloqa to'rini qo'g'dash uchun Hikvizion qatorliq Xitoydagi bir qancha dangliq markaning telegraf va sin kuzatish uskunalarini cheklaganligini aytgan. Noyabrda Hikvizion ishlab chiqargan bexatarlik kameralarining Angliya hukumat binolarida qo'llanilishi cheklangan. Bütün Uyg'urlar Xitoyni dushman deb tanimag'icha mustaqil bo'la olmaymiz. Ey Uyg'ur, dushmaningni tuni. Dushmaningni tunig'inki, uning o'tmishda sening ajdodlaringga, qahramonlaringga, olimlaringga, mutafakkurlaringga, hech bir gunohsiz va ma'sum avlodlaringga, tuproqlaringga, madaniy meroslaringga nimalarni qilganligi va qilayotganligi ko'zingdan qochmasin, esingdan chiqmasin. Uni tunig'inki, har bir qadamingda uningga qarshi tadbiring oqilona bo'lsin. Uzunga so'zilsimi tayyorliging hech uzilib qolmasin. Agar sen bir kunlari tuyuqsiz uning zarbisiga uchirg'idek bo'lsang, uning changiliga tayyorliksiz tutilg'idek bo'lsang, uning tarafidan o'rniga keltirib olg'usiz ziyonkashlikka uchirg'idek bo'lsang, bilginki, bu dushmaningning kimligini bilganligingdan emas, balki dushmaningni tuniy olmaganligingning yoki yetarlik darajada tunib bo'lolmaganligingning oqibatidir. Burhan Muhammadning Mavjudlik qo'rg'onimiz tahlikida nomli kitobidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.